Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar, e'tiborli uchun rahmat. Xudo xolasa mana biza granitsaga kirdi chiqdini amalga oshirib 613 kilometr kafega yetib keldik akalarimiz bilan inshaalloh. Har doimgidek juda ham chiroyli tarzda. Do'stlar, granitsaga kirdi chiqdi masalasi bo'yicha ekrandagi nomerlarga bemalol aloqa chiqib ko'rasizlar inshaalloh. Uyquga bo'lmagan paytimizga bemalol aloqaga chiqib javob beramiz telefonlaringizga. Uyquga bo'lgan paytimiz yoki granitsaga chiqib ketgan paytimiz telefonlarimiz ishlamay qolish ehtimollari bo'ladi. Kuzatishga davom etamiz do'stlar. Akalarimiz bilan bir inshaalloh bir video qilamiz degan umiddamiz chiroyli bir. Inshaalloh mana apalarimiz bilan bir salomlik qilib o'tamiz. Reisimizga ayol kishilar bor, ko'rsatmaymiz inshaalloh. Apa, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Borib kelishlar qanday bo'ldi? Gap yo'q. Alloh rozi bo'lsin, juda ham zo'r. Reyslar Kelmadik, kulib borib keldik. borib siz bizni qayerdan topdingiz o'zi? YouTube'dan topdim men. Aha. O'zim telefon qildim, gaplashdik. Reyslar ishonarlimi ekan? Voy, juda ham ishonarli. Ayniqsa ayollar qo'rqmasdan kelishsin. Juda zo'r. Bu perisatga bo'lim bo'lmadimi? Perisadga bo'lgan yo'q. Mana shu o'tirgan mashinamizga kirdik. O'tdik. Nima edi pasportlar kontroldan. Pasport kontrollaridan. Problemalar bo'lib ketmadimi hech qilib? Yo'q, problema, hech qanaqa problema bo'lmadi. Rosa zo'r. Dokumentingiz qanday edi sizda? Dokumentimda hech sıkıntı yo'q edi. Hammasi toza? Yaxshi. Lekin oramizda dokumenti yo'q. Haligi qo'rqib ketganlar bor edi. Hech kim hech narsa demadi, qaytib o'tdik mana. Qo'rquvga hojat yo'q-da? Ming bir xijolat bilan ketishayotganda yo'q, yaxshi. Значит, obunachilarga ko'rib turuvchilarga tavsiya qilasizmi bizada? Конечно, tavsiya qilaman. Ayniqsa ayollarga qo'rqmasinlar, chiqishsin, kelishsin. Dokument qiladiganlar, kirdi chiqib qiladiganlar, qo'rqmasinlar. O'zingiz qayerlisiz? Men Vodiydanman. Vodiydan mana apalarimiz Vodiydan. Mana ikkinchi apamiz bilan salomlik qilamiz. Apa, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalom. Salomatmisiz? Rahmat. Apa, siz qanday bizlar reisimizga chiqdingiz? Borib kelishlar qanday bo'ldi? Bizga boshda topishimiz xolam topdi. Xolam o'zi borib kelgan ekan, shu bola nadejniy dedi. Biz dokument dedik. To'g'risini aytaman, endi hamma o'zimizga o'xshagan musofirlar eshityapti. Biz dokument dedik, qo'rqib chiqdik. Bemalol olib keldi. Shu bilan 2 yildan beri klientimiz mana. Bultur 1 yil oldin chiqqansiz-a? 1 yil oldin biz dokument chiqib ketganmiz. Mana Choli kampirlarni bultur ham chiqarganmiz, kelin keladi. Inshaalloh mana bu yil ham chiqardik. Reyslar значит ma'qul kelgan ekan. Qanday? Dokumentingiz umuman yo'q edi sizda? Hech narsa yo'q edi. Borib kelsa bo'layotganmi? Qo'rquvga hojat yo'qmi? Yo'q. Bemalol mana shu bir bola ukamiz kayfiyatlarimiz ko'tarib olib keldi. Mashinadan tushirgan yo'q. Tashqarida bir problema bo'lgan yo'q. Hamma yoqqa savol javob qilib olib borib keldi. Mashinadan tushmadik. Shu nima qilganda tushdik. O'tdik kontrollardan bemalol. Mana dokumentlarimiz hammamiz joyida qilib, inshaalloh mana yana qaytib kelib, chiroyli bo'lib oshxonaga olib kirdi. Dam olib, o'tirib xursand bo'lib. Obunachilarga tavsiya qilasizmi ko'rib turuvchilarga? Albatta. Rahmat. Rahmat kattakon. Albatta. Alloh rozi bo'lsin sizlardan apalar. Inshaalloh mana bu akamizdan ham intervyu olamiz. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bor bo'ling. Charchamayapsizmi? Yaxshi borib kelyapsizmi? Aka, qayerliksiz o'zingiz? Akamiz mana Andijonlik. Agar kim 1 yil oldingi YouTube videolarimizni ko'rgan bo'lsa, akalarimizni birga olib borib kelganmiz. Aka, bu nima sababdan bu reysimizni yana tanladingiz siz? Aynan biz bilan chiqdingiz? Biz qulay. Yaxshi odam. Udobde. Allanganingiz yo'qmi ish qilib? Problemalar bo'lib ketmadimi borib kelishdagi? Bir chiroyli. O'tib kelyapti mana. Hammasi yaxshi. Tavsiya qilaman. Hamyurtlarimiz, akalar, ukalar bemalol shu bolaga telefon qilib ishonchli bola. Borib kelsalaring bo'ladi. Vodiyliklar bemalol aloqa chiqarsin, ha? Bemalol. Rahmat aka, Alloh rozi bo'lsin sizdan. Mana qolgan akalarimiz bilan bitta salomlik qilamiz. Bizning jigarlar mana bergan bor. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz zo'rmi aka? Qayerlisiz aka?
Men Surxondaryodanman. Borib kelishda qanday bo'ldi aka? Yaxshi, zo'r. Sizni maqtashimda menga asosan telefon qildim. Xudoga shukr, yaxshi hammasi. 20 minutda chegaraga kirib chiqdik. Yo'lda ham chegara qilmadi. Yaxshi borib keldik. Mashinam komfort, yumshoqqina mashina. Dokumentingiz bor edimi, yo'q edimi sizda? Hujjatim bor edi. Ha. Va bilan o'tib qaytishimiz oson bo'ldi. Hujjatim aniq bo'lganda, lekin Xudoga shukr, yaxshi o'tib qaytdik siz bilan. Ha. Sizga rahmat katta. Ha, reyslardan davolanmisiz chiqib, bergan pullaringizga rozimisiz ishqilib? Ha, ha. Nimalarga, hamyurtlarga aytmoqchimanki, mana shu Sardor aka bilan boringizlar. O'zi olib kirib, olib chiqadi. Bu yerda hech qanaqa aldov yo'q. Afsuslanmaysizlar. Prямой reyslar? Afsuslanmadim. Ha, rahmat. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin aka. Mana bu yerda akamiz bitta jigarimiz bor bu yerga. Akamiz uyolyapti. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Aka, qayerliksiz? Ha, borib kelishda qanday bo'ldi? Borib kelishda Xudoga shukr, alhamdulillah juda yaxshi. Meni qayerdan topdingiz aka? YouTube'dan topdik bu kanalimizni. YouTube kanaldan, ha? Kanaldan topib, telefon qilib, Xudoga shukr, yaxshi borib keldik. Siz qayerdan keldingiz o'zi? Asli uni ham aytib o'ting. Obunachilarga qiziqdi bu narsa. Men uzoqdan keldim. Ha, akamiz Kalujinskiy oblastdan taksiga minib, aynan men reysimga minish uchun o'sha yoqdan kelgan. Aka, ishonchlimi reyslar? Albatta ishonchli, taklif qilaman yurtdoshlarimizga borib, sog'-salomat borib kelsa bo'ladi. Bizdagi kunlar ham bemalol borib kelsa bo'ladi. Sizda dokumentingiz bor edimi, yo'q edimi? Bizniki doim bizdagi bo'lgan. Hech nima yo'q edi, ha? Hech nima yo'q. Lechni problemalar bo'lib ketmadimi? Yo'q, hech qanaqa problema bo'lgani yo'q, Xudoga shukr. Ha, yaxshi aka, Alloh rozi bo'lsin sizdan. Xursandmiz, intervyular uchun rahmat. Do'stlar, mana akalarimiz bilan inshaalloh intervyuni chiroyli tarzda bir olib oldik. Xudo xolasa, yana kamchiliklar bormi deyman? Bitta brachka ham bor edimi? Ha, bitta brachkamiz. Qoraqalpoqda yana bitta brachkamiz bor edi. Intervyu berishdan qochdimi bilmayman. Hozir kutib turamiz, hozir kelganda sirasi qo'shamiz. Mana bitta jigarimiz keldi. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Akamiz shokka tushib qoldi. Nima qilyapti? Aka, qayerliksiz? Qoraqalpog'istondan, ha? Aka, siz bizni qayerdan topdingiz? Shu bitta boladan siz bilan borib kelgan ekan. Men bilan borib kelgan tanish bilish bo'ldilar. Ha, borib kelishda qanday bo'ldi? Dokumentingiz qanday edi aka? Borib kelishlardan zakonni. Hech muammo bo'lgani yo'q. Ha, yo'llarga muammolar bo'lib ketmadimi? Problemalar? Yo'q, cho'p. Ha. Ha, yaxshi. Bu borib kelishlarga misol ko'rib turuvchilarga tavsiya qilasizmi, qilmaysizmi? Tavsiya qilaman. Qoraqalpog'istonlik vatandoshlarga ishonchli reyslar. Lechni pullaringizni olmadingmi ish qilib? Yo'q, yo'q. Ha, aka, Alloh rozi bo'lsin sizdan. Rahmat kattakon. Rozi bo'lsin sizlardan. Rahmat. Mana do'stlar, reyslarimiz mana shundan iborat edi. Inshaalloh akalarimiz bilan mana intervyularni oldik. Nasib qilsa erta tongdan Moskvaga yana yetib boramiz. Nasib qilsa yana 21-chisiga reyslarimiz bo'ladi. Har 3 sutkaga bir marta reyslarimiz bo'lib turibdi. Kuzatishga davom etingizlar do'stlar. Ekrandagi nomerlarga aloqa chiqaverasizlar. Va xolasa keyingi reyslarga sizlarni olib borib kelishingiz mumkin. Keyingi videolarda ko'rishguncha do'stlar.